Sizga bir ish bo'lmaganda? Kiyimimni almashtirib chiqay. Kadınlara değme o demeyin. Sizga bir ish bo'lmaganda? Vay. Ha, opa yaxshimi? Ha, atganda telefon qilib qolibsiz-ku. Nima gap dedi? Opa. O'tgandimi o ish, bu ish uchun men jiq pul berdim-ku. Men ash pullarim shunda tez amal qilib bergan. Bu qatim yanımda rosti pul yo'q. Men rost amal qilib beramayman, opa. Adilagim deb qo'ying. Bir ish boshlashdan burun oldigayndan obdan o'ylashib turib andan qilsin. Bo'lmasa ertaga ziyon tortib qolmasin yana. Rost amal qilib beramayman, opa. Xo'sh. Ne bordu? Men şulup yeymenli degan. Men ölsün demdiki bula. Nereden topaman men 5000 koy pulni? 5000 koyun işken o. 5000 koyni ishgan-ku deb qo'ying. Sizga bek oz so'ylab ketib boramda. Voy sizdan 500 koy emas, bir 50 koy chiqamdiki, bir yeningiz qarab beqing. Hazır çıkmagan bilen. Ertogün 5000 koy emas. 5 milyon mu çıkıp kalam ki? Hey oğlumcan. Ay siz qachongacha osmondagi qozon shopisiq nanchilab yemekchi, ha? Davomliqmish deb bankining xiyolini qilibmish hayotingizni isrof qilib etdingiz. Menmi qarang siz bilan tang, men mening vaqtim, yoshligim, hayotim tang isrof bo'lib ketib bordi. Men bilen o'tgan hayatının hammasi israfchilik qilibdi-da. Undaq bo'lsa, hayatını ma'ni qildiq ayolni topmamsan. Ma'qul. Shunday qilay. Men-chi qarang, buningdan keyin hech kimdan umid kutmayman. Men o'zimga tayinib, buningdan keyin hayotimni guldek yashayman. Noch kelsin. Shundaq qil. Yo'qol. Obida şirketi tajdarlığıdaki Yoshron Millioner filminin toluq qismini Senko'z Abditalni tushirib ko'ring.